ko'krak suti bilan emizishni afzalliklarini sizlarga aytib o'tacakman. Chaqaloq tug'ilgandan keyin ko'krak suti bilan emizish kerak. Ko'krak sutini o'rnini dunyodagi hech qaysi smes hech narsa bosib bilmaydi. Chilla davri bu yangi tug'ilgan chaqaloqni hayotida eng muhim va eng nozik davr hisoblanadi. Bu davrda chaqaloqni ko'krak suti bilan emizish juda muhim. Ayniqsa vaqtiga yetmay tug'ilgan chaqaloqlar va asoratli tug'ilgan chaqaloqlar uchun ko'krak suti nafaqat ozuqa, balki tabiiy davo ham hisoblanadi. Chaqaloqlarni ko'krak suti bilan emizishni qo'llab-quvvatlash borasida bo'limimizda ancha ishlar olib borilmoqda. Bulardan onalarga chaqaloqni yangi tug'ilgan birinchi soatlaridan boshlab chaqaloqni ko'krakka qo'yish, emizish bo'yicha tushuntirish ishlari olib borish, laktatsiyani saqlash va kuchaytirish uchun nimalar qilish kerakligini ayollarga tushuntirish, keyin sog'ib olingan ona sutini qanday saqlash, ona va bola birga bo'lishi tamoyili asosida ishlar olib borish, psixologik qo'llab-quvvatlovchi va ishonchni oshirish suhbatlari olib boriladi. Chaqaloq bizada bir xil tekislikda bo'lishi kerak. Ko'kragi anani ko'kragina qaragan bo'lishi kerak. Keyin burni ko'krak sathida bo'lishi kerak, keyin og'zi katta ochilgan bo'lishi kerak. Chaqaloqni biz ikki qo'l bilan ushashimiz kerak emizgan vaqtimizda. Masalan, bu balaning kallasi osilib qolishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Shuning uchun biz to'g'ratib chaqaloqni ikki qo'l bilan emizishimiz kerak. Ko'krak suti chaqaloq oziqlanishi uchun eng mukammal oziq hisoblanadi. Ko'krak sutini tarkibida immunoglobulinlar, fermentlar, o'sish omillari mavjud. Ayniqsa og'iz suti chaqaloqni infeksiyadan saqlaydi, ichak faoliyatini yaxshilaydi, og'ir asoratlar xavfini kamaytiradi. Ko'krak suti bilan oziqlangan chaqaloqlarda pnevmoniya bilan kasallanish xavfi kamayadi, allergik kasalliklar xavfi kamayadi. Neyropsixologik rivojlanish yaxshiroq o'tadi, reanimatsiya davri qisqaradi. Bu areola deb aytiladi. Buni tagi bo'shliq. Yine chaqaloqqa ishida yo'llar bor, sut yo'llari bor. Shu sut yo'llaridan kelib ishoradi. Buni ishundatib siqsak, sut chiqadi. Agar buni ishundatib siqmasak, buni netib yotaversa, sizlarning ko'kraklaring ujlari yorilib ketadi. Yorilib ketadidan keyin qonaydi. Qanamasligi uchun bu süt bormaydi balani og'zinadan tortib yotaveradi. Emizish nafaqat chaqaloq uchun, balki onalar uchun ham muhimdir. Ko'krak suti bilan emizayotgan ayollarda bachadon qisqarishi tezlashadi, qon ketish xavfi kamayadi. Keyin ayollarda ko'krak va tuxumdonlar saratoni xavfini kamaytiradi va ona bilan chaqaloqni o'rtasidagi psixoemotsional bog'liqlik mustahkamlanadi. Ayollarga maslahatimiz tug'ruqdan keyin imkon qadar erta emizishni boshlash, kuniga kamida 8-10 martagacha emizish, suyuqlikni yetarli darajada ichish, stressdan saqlanish va yetarli dam olish, zarurat bo'lsa mutaxassislarga murojaat qilish. Yakuniy xulosa sifatida chilla davridagi neonatologiya bo'limida ko'krak suti bilan emizish bu oddiy tavsiya emas, balki hayot uchun zaruratdir. Har bir tomchi ona suti chaqaloq uchun sog'lom kelajak poydevoridir.